O'zbekistonda keng tarqalgan Bahrom ismining Mars sayyorasiga qanday aloqasi bor? Bahrom ismi nima sababdan bayram sifatida nishonlangan? Umuman, Bahrom o'zbek va tojikning ismiga aylangunga qadar qanday yo'lni bosib o'tgan? Dervish Not sahifasi bilan tarix fani yanada qiziqroq. Bahrom ismi qadimgi Eroniy Veretragnatsionidan kelib chiqqan bo'lib, uning ma'nosi va vazifasi Avesto diniy an'anasida g'alaba hamda to'siqlarni yengish timsoli sifatida belgilangan. Tarixiy rivojlanish jarayonida bu teonim varaqran, vahran kabi o'rta forscha shakllar orqali yangi forscha Bahromga aylanishi eronshunoslik tadqiqotlarida batafsil qayd etilgan. Ismda g'alaba va to'siqni yorib o'tuvchi degan ma'noli asosiy mag'iz barqaror qolib, ilohni inson ismiga aylantirish uchun muhim asos bo'lgan. Islomdan oldingi qadim zamonlarda Bahrom kulti keng tarqalgan edi. Bahrom nomi taqvim va diniy matnlarda uchrar va muayyan muqaddas kunlar bilan bog'liq holda nishonlanar edi. Eron tarixida Bahrom ismi bir qator Sosoniy shohlar, ayniqsa Bahrom 5-Go'r tomonidan qo'llanilgani tufayli ham obro'li bo'lgan. Saltanat va saroy an'analari bu ismni hokimiyat va jasorat ramzi sifatida mustahkamlagan. Bu uning adabiy mavqeini ham oshirgan. Epik an'ana, xususan Firdavsiyning Shohnomasi Bahrom Go'r obraziga kuchli badiiy hamda tasviriy ohang bergan. Bu esa ismning uzoq vaqt mashhurligiga sabab bo'lgan. Shu bilan birga Bahrom astronomik va astrologik atamaga, ya'ni Marsning an'anaviy nomlaridan biriga aylangan. Chunki Eron astrologik an'anasida Mars g'alaba ilohining samoviy tajassumi hisoblanardi. Bu Bahrom ismining harbiy va g'alaba ramziyligini kuchaytirgan. O'rta Osiyoning fors va turkiy dunyolari o'rtasidagi aloqalar bu ismning turkiy til onomastikasiga moslashuvini ta'minlagan. O'zbek va tojik tillarida Bahrom shakli o'rnashgan. Yozilish va talaffuz variantlari Bahram, Vahram, Behram, Bahrom undosh tovushlarning almashinuvi va pahlaviy arab, kiril va lotin yozuv tizimlaridagi farqlar bilan izohlanadi. Ismning ma'nosi va kelib chiqishi nufuzli fors va eronshunoslik lug'atlari hamda ma'lumotnomalarida qayd etilgan. Bu esa uning eng qadimgi ildizini tasdiqlovchi dalildir. Butun tarixiy yo'l davomida g'alaba ma'nosidagi asosiy tushuncha taniqli bo'lib qolgan va diniy, saroy hamda epik matnlar bilan madaniy jihatdan mustahkamlangan. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Bizga obuna bo'lishni unutmang.